yangi siyosat olib bormoqda va xalqaro hamkorliklarni tiklash bo'yicha iqtisodiy va siyosiy yangiliklarni olib bormoqda. O'z navbatida biz ijtimoiy, iqtisodiy, moliyaviy va xalqaro muloqotlar bo'yicha yangiliklarni va qonunlarni fikr keltirishimiz mumkin. Bevosita Toshkentda O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi 2007-yilda kelib Buxoro viloyatida O'zbekiston va Yaponiya hamkorligi va ta'lim sohasidagi yangiliklarni keltirishimiz mumkin. Bevosita O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2016-yilda kelib ta'lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlarni aytishimiz mumkin. Va bevosita 2020-yilda Yaponiya universiteti rektori Hisuka Nagoshining kelishi va juda ham ko'p oliy ta'lim sohasiga kerakli bo'lgan oliy ta'lim sohasiga aloqalarni o'rnatishga qaratilgan ijtimoiy va iqtisodiy sohalarni ko'rishimiz mumkin. Va hozirgi kunda kelib O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi ta'lim hamkorligida ijodkorlik hamda fan sohasidagi yangiliklar, innovatsion yangiliklarni kiritishimiz bejiz emas. Xususan hozirgi kunda kelib fan texnika sohasidagi o'zgarishlarda robototexnika, raqamli texnologiya, muhandislik va boshqa sohalarning rivojlanishini bevosita aytib o'tishimiz mumkin. Va bu bevosita O'zbekiston va Yaponiya o'rtasidagi ko'prik vazifasini aloqalarning o'rnatilishi va rivojlanishi ko'prik vazifasida o'tadi va bu bevosita xalqlar o'rtasidagi madaniyatlararo hamda tadqiqotlararo muloqotlarni rivojlantirishga turtki bo'ladi. Hozirgi navbat Janob Sardor Rajabov, O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim va innovatsiyalar vaziri birinchi o'rinbosariga navbatni beramiz. Assalomu alaykum. Distinguished guests, ladies and gentlemen, participants of the forum. It's my great pleasure to welcome all of you to the forum of directors of universities of Kyrgyzstan and Japan. Today's event stands as a logical continuation. Bugungi tadbirimizning tarixiy do'stlikni va hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha va bu aloqalar hamkorligi albatta oliy ta'lim va ilmiy sohada ham katta ahamiyatga ega. Asrlar mobaynida madaniyatlar, bilimlar va ilm sohasida almashinuv olib borilganlikda bugungi kunda innovatsiyalar va texnologiyalar asrida bizning hamkorligimiz yana ham oshib bormoqda, yana ham rivojlanmoqda. Va O'zbekistonning modernizatsiyalashgan rivojlanishiga Yaponiya va O'zbekiston oliy ta'limlarining hamkorligi juda ham katta o'rin tutadi.
Hurmatli do'stlar, hurmatli hamkasblar. Ilm va bizning hamkorligimiz innovatsiyalar, shu bilan birgalikda o'qituvchilar va professorlar tayyorlash, shuningdek yapon tili yapon tili o'qitilishi va almashinuvlar doirasida bugungi kunda ko'p 1100 dan ortiq talabalar yapon tilini o'rganyapti. 6 ta universitetdan, O'zbekistonda 6 dan ko'p universitetlar yapon tilini o'rganmoqchi. Masalan, Yakota, Osaka universitetlari ham 1999-yildan beri Yaponiyaning JDS granti tomonidan 400 ta o'zbek fuqarolari bu programma bo'yicha, bu dastur bo'yicha grant yutib olishdi. 2315 ta o'zbekistonlik yoshlar Yaponiyadagi universitetlarda ta'lim olishmoqda. 2020-yilda Yaponiya Digital Universiteti Toshkentda tashkil topdi va 500 dan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Shu bilan birgalikda O'zbekiston Yaponiya yoshlar innovatsiya markazida Toshkent Texnologiyalar universiteti tashkil etilgan bu universitetda qo'shma ta'lim dasturlari ham yo'lga qo'yilgan. 2006-yildan beri 2019-yilda Yaponiya fakulteti O'zbekiston Davlat universiteti Jahon tillari universitetida tashkil topdi va ikkita asosiy fakultetlar, bo'limlar faoliyatini boshladi. Yapon tili filologiyasi va tarixi, madaniyati, siyosat va iqtisodiyot yo'nalishlarida. 7 yil ilgari bizning o'sha hurmatli qatnashchilar, bizning hamkorligimiz nafaqat o'sha texnologiyalar, innovatsiyalar, balkim shu bilan birgalikda madaniy jihatda ham bugungi kunda O'zbekistondagi ta'lim sohasi o'sha Yaponiya bilan birgalikda hamkorlikda juda ham katta o'rin tutadi. Shu bilan birgalikda xalqaro bozorda juda ham katta rol o'ynaydi. Bugungi qo'shma ta'lim haqida ma'lumot beradigan bo'lsam, qo'shimcha texnologiyalar bo'yicha master klasslar, seminarlar, treninglar ham qisqa va uzoq muddatda amalga oshirilmoqda. Bugungi kunda o'sha qo'shma ta'lim jarayonlarida muhandislik va texnika universitetlarida amalga oshirilmoqda. 15 ta qo'shma programmalar taklif qilinmoqda, qo'shma dasturlar. Hurmatli qatnashchilar, tadbir qatnashchilari, bugungi tuzgan dasturlarimiz, taklif qilgan dasturlarimiz kelajakda texnologiya ta'limni rivojlantirishda katta hissa qo'shadi deb o'ylayman va albatta bu do'stona hamkorligimiz juda ham muhim rol o'ynaydi. Kattakon rahmat e'tiborlaringiz uchun.